Oğlum, mana shu bizni oxirgi uyimiz bo'lar. Yaxshi bo'lsang ham, yomon bo'lsang ham, boy bo'lsang ham, kambag'al bo'lsang ham, mana shu yerga kelasan oxiri. Bu ham nasib qilganga bo'ladi, oğlum. Nasib qilsa, yuvib, tozalanib, kafanlanib, aziz bo'lib, odamlar olib kelib seni ko'madigan joy. Shunaqa me'morlar ular oxirgi uyimizni qurib beradigan. Endi bitta odam yotadigan bo'lib qoladi uni. Hozir mana yonimizda birimiz yerga o'tiribmiz. Aniga qabr mayiga qo'yiladi. Boshi mayiga qo'yiladi, boshi ham qo'yiladi. Mana urib, keltirib tashlab, ko'mib ketadi. Urib qo'yiladi uni. Tushundingmi? Odamni har bitta ota o'g'liga o'rgatib qo'yish kerak, meni o'rgatdim. Shunaqa birov haqini yeyotganlar, zo'rman deyotganlar, hammamiz keladigan joyimiz shu yer. Bu ham nasib qilsa, oxirgi uyda obod bo'lish uchun yer ustida turganimizda yaxshiliklar qilib olaylik. Yerda ostidagi hayotimiz yaxshi bo'lish uchun yer ustida yaxshiliklar qilib olaylik. Men ham, siz ham hammamiz. Dunyoyingiz qopqoq qilyapsizmi, goho savab? Haq oldida qanday javob, qaysi uyni bezatyapsiz?